Assalamu alaikum. Bütün dünyadaki qarindoshlar, bugün yana sizlar bilan yüz ko'rishib qoldik. Hammanglarga salomatlik, baxt, saodat tilayman. Bugun bir necha kun bo'lib ketdi, men birisini tabriklamoqchi edim. U kim degan vaqtida bizning qizimiz Zumrat Davud bir rasmli xabar Amerikaningki baholashdi, birinchi bo'lib baholanib mukofotga erishibdi. U mukofotga erishgan xabar bu Zumrat Davudning yolg'iz o'zining xabari emas. Zumrat Davudning bütün vatandagi fojiani qandoq anglatganlik masalasi bor bu yerda. Bütün hamma odamni yig'latgan gap. Ush bütün lagerdagi hozir duch kelayotgan fojialarni bir titib anglatib, shuni film qilib, rasmlik qilib ishlab chiqargan rasmli xabar birinchi darajalik mukofotga erishibdi Amerikada. Bu oson gap emas. U mukofot Zumrat Davudga ve Uyghur xalqining tatıyotgan azap oqibatlariga shuni ozod qilish uchun dunyoga namoyon qilib, nurg'un odamlarni yordamga chaqirish va uyg'otish, shu mukofot bergan yerga kelgan ziyolilar, film ishlagichilar va yana Uyg'ur masalasidan butunlay xabardor bo'lib, yana nurg'unlagan bizning do'stlarimiz ko'payib, shunday ishlar bo'ladi. Endi mush inqilob degani nima? Inqilob degani men demasam sizlar bilasizlar. Lekin ağzınlarda her xil inqiloblar bo'lyapti. İnqilob degan ig'zida mustaqil, avtonom, bu deb talash tortish bilan bo'ladigan narsa emas. Shunday harakat bilan, amaliy ish bilan dunyoni qoyil qilish orqali o'zaro urushish, talashish emas, shunday ish qilish orqali natijasini chiqarib, boshqalarga anglatish, boshqalarning yordamga akilish. Mesela Ukraynaga bütün dünya yardım kılatıdı. Bizning vatanga hozir yardım qilimiz deb, lagerni taqitimiz deb Amerika, dünya igi chiqatıdı. Aslında anlatish orqali bo'ladi hamma ish. Masalan, şu bizning qizlarimizdan hozir o'g'illarimizdan bo'lib 11 adam lager shohidlari bütün dünyada Uyg'ur masalasida ashda anlatyapti. Hammanglarga rahmat. Burun men chiqqan vaqtimda nihoyat yolg'izdik. Uyg'urlar nihoyat ozdi. Yetişemey o şehirden bu şehirge yugurab, bu şehirden o şehirge yugurab. Şundaq bo'lib ketdik anlatish uchun. Hozir her bir şehirde, her bir devlette zaten muxbir ha deb bo'g'ich, u deb hamma masalani anlatadiganга bizning lagerning shohidlari, chiqqan qizlarimiz, o'g'illarimiz va vatanda chiqib turmida yetib chiqqan qarindoshlarimiz, urug' tuqqanlari lagerda yetib azap tatıyotgan, turmida yetib azap tatıyotgan, o'lib ketgan, sargandar bo'lib ketgan, azan qulluqqa ketganlar hammasini guvohlikdan o'tib dunyoning hamma yerida o'rtaq bütün xalq o'rnimizdan dast turib inqilob qilyapmiz. Mana inqilob. Shundaq ish qilish orqali, herkes bir-birimizni tillash orqali emas. Herkes bir-birimizni ayblab, sen uni qilding, men buni qilmadim, sen uni buzvatding, men buni qilyaptim. Bunda ish emas. Bunda qilayotgan o'tirdi az odamlar bor. To'plandi, to'g'ay tutib, ashunaq o'tirimizga jidal chiqarib, uni xato qildi, buni xatoliklar bo'ldi. Xatoliklarni qildik, qilmadik emas. Bilmaganlikdan, tajribasizlikdan nurg'un xatoliklarni sodir qilgandirmiz. Lekin uni tuz tutmadik. Dunyoning vaziyatini o'rgangan siri, dunyoning vaziyatini tushungan siri, siyosatni bilgan siri, biz onimizning nemisning qo'sig'idan siyosatni bilib tushkunimiz yo'q. Biz Xitoy kommunistning qo'lida ezilib, u yoqdan bu yoqqa urilib yurib ishlab chiqdik bu dunyoga. Chiqqandan keyin bilginimizcha anglatdik. Xalqaro siyosatni hop deb birdamda ishimizga sumirib ketib, uni bilib ketganimiz yo'q. Biz da'vo qilayotgan vaqtda boshqalarni ish qilibdi. Shular bilgan odamlar chiqib qismamdi. Endi hozir chiqib bizni uni deb, buni deb qilganning o'rnida mana shu Zumrat Davudga o'xshash qizimizga o'xshash, shu lager shohidlari qizlarimiz, o'g'illarimizga o'xshash, yani bütün dünyanın Türkiye'de namoyishni qo'zg'ilib, turilib chiqib qilyapti. Qaranglar, bir advokat ayol Türkiye'de qanday kishilik huquq, bütün hammasi guvohlikni o'tab, tuqqanlarning rasmini ochib, shu inqiloblarni
İnqilab qıvatqanlar hergiz macera qılmavatıdı. Ular iş qıvatıdı. Hemmisi çıkıp üydeki ailesinin resmine çıkıvatıdı. Bir ailesi arkalı bütün Uygurlarını tunutuvatıdı. Namayişler, keçkimlik oyallar çıkıvatıdı. Aş titip Xitayının əbdi beşerisine bak. Mını bula, undaq talaş tartış qıldığın vakit yok. Arlıqda muşundaq talaş tartış bulavatqan bir peytdə özümüzдің içimizдің nurgun nizah bolup bir iqtidarlıq adamlarını besip, sıkıp, kırgızı bitip iqtidarsız adamlar oturgu çıkılıp davanı malumattan qıvatqan bir peytdə löngüde neme iş oldu desenler Seytim Türk qanda olğan. Balımız Seytim Türk'ni nazaret astığı ilinip qalğan. Hatta namayışlar yüreklik çıkanmaydı. Ankara'da, İstanbul'da işxana içip bütün xalqni oldingi sapga olib chiqaman deganda oshini qilolmadi. Hamma jihatdan to'silib qoldi. Chaplanmagan tuhmat, qilinmagan tuhmat Seytim Türk'e hech narsa qolmadi demagan. Manga Seytim Türk'e ve bizning sapdoshlarimiz Sodiq Hojiga, Umid Og'oyiga, hatto Amerikaga kirish cheklandi. Her xil tuhmatlar bilan, yo'q tuhmatlar bilan biz mushu holga tushdik. Mushu nima degan vaqtida bizning orlig'imizdagi talash tortish bu davoni Uyg'urni oldidigan davo emas, boshqa bir narsaga aylantirib qo'yganligimiz uchun mushundaq bo'ldi. Buni bugungi kunda qanday bo'ldi? Amerikaning adolatiga rahmat. Turkiya hukumatining adolatiga rahmat. Seytim Türk bugun mana Türkiye hükümeti çıraylık çegiradın çıkardı. Amerika hükümeti çıraylık vizisini berdi. Kilip kongresga bugün men bilen badi. Senatning kongreslarının qışqı verip bugün qaytib kelip başka ballar mehman çaqırıp ke şeye ketdi. Biz Amerikadakilar şunchalik xoş bulup qarşı aldık. Nemişqa bir inqilabçımızın putidagi zincir, tuhmat zincirleri qo'lidan putidan şişirip ketdi. Ko'zga ko'rinmaydigan tuhmat zincirleri şişirip ketib, erkinlik parvoz qilib chiqib, mana bugun yana Uyg'ur davosida Sharq Turkiston majlisini, ya'ni mush Amerikada ochaman deb tayyorlik qilib, Sharq Turkiston majlisining a'zolari, vakillari, doim komitetlari bilan yig'inlarni o'tkazib, uchirish o'tkazyapti. Biz Uyg'ur xalqini Seytim Türk'ning bugungi mushu ozodligi bilan tabriklaymiz. Bir iqtidarlıq inqilabçısı mana sapga qaytib keldi. Bundaq besib etkengi besib tetiği iş yok. Haqiqiy inqilabçı patqaqning tegiga tiqib asab beshni ko'tirib shu yerdan yurib chiqalaydi. Formulaning ichidan hayot qilib keldik. Bu chet elda Xitoyga vaqtida erkinlik bor, bu yerda hayot qolamiz. Haqiqat bor. Haqiqatni surishti qiladi. Davlatlar surishti qiladi. O davlatlarning axborot o'rinlari surishti qiladi. Anglaydi dastlabda. Keyin surishtirib hammasi yolg'on chiqqanda mushunda aski bo'lib qolasiz. Qarindoshlarım, buningdan keyin bu ishlaringizni to'xtating. Bir bo'lsin, bir odam bo'lsin ortiq da'vo qilsin. Ma xalq qutulsindan. Bizning xalqimiz ham siz hamda bu yo'lda non tep yeyotgandan keyin sizning quliqingiz meni bu gapim ishitilmaydi. Siz neningizni tep yeb, xizmatingizni mushundan chiqarib, hacınızı muşundan çıkarıp, tamaşayınızı muşundan çıkarıp atkandı ki benim kulkum, benim gipim sizin kulkunuz hoş yakmaydı. Hoş yakması mı? İçiniz ağırsın Uygur'a, Uygur halkını azat kılıdak, biz azat kılıdığan, Uygur halkını müstakillikle eriştirdiğan, Uygur halkını yeteklaydiğan, siyasi programısını açık bireleydiğan adamların aldığını tosman. Siz pepeplep, tetetlep işinizi kılıyorsunuz, biz arlaşmayımız, cahanın etiği iken. Siz mi bir kişilik iş kılın? Biz mi bir kişilik iş kılayla? Birisi mamışnat dedi, bir daskanın üstüde olma buludu, polo buludu, köktat buludu, her xil narsa buludu da. Hem biz çıkıp bu davana muşnak ortak kılıp, ahir bizden kıqa yerimiz, vatandaki ahuzlarını anlatamayotgan xalqni ozod qilamiz. Şuna men hazır biri Seytim Türk'ni tabriklayman, hem Seytim Türk'dek özünün bir rəhbərinin ki, put qo'lidagi kishanning zincirlerinin çüp ketkenligidan şu halkımızda, Uygur halkımızda tabriklayman, hem özümnimi tabriklayman, hem şu benim birinci yardımcım 15 yıl bana birinci mağur reis boğan, ben lider olup tuğa vaxtımda, Dünya Uygur Kurulu'nun reis olup tuğa vaxtımda, hem Türkiye'de toluk vekilim boğan, benim derdimni tatkan bir septişim Amerika'ya geldi, heminlerini tabriklayman.
Biz her qandaq qilib vatanning mustaqilligi uchun kurash qilamiz. Her qandaq tashkilotdiki, her qandaq bizga qarshi bo'lganlarga biz qarshi emas, biz bag'rimizni ochamiz. Biz ittifoqlashib, birlik bilan Uyg'ur xalqini ozod qilishga sapga otilishni xohlaymiz. Hammanglarni shuningga chaqiriq qilamiz. Rahmat sizlarga.